Yangilanayotgan Paxtakor tumani. Darhaqiqat, go'zal va betakror, tarixi qadimiy, eng muhimi insonlari oqko'ngil va mehnatkash bo'lgan Paxtakor tumani tashkil etilganiga bu yil 57 yil to'ldi. Tumanda azaldan farovonlikka, taraqqiyotga intilish kuchli bo'lgan. Ana shunda yaratuvchanlik ruhi, fidoyilik, jonkuyarlik tuyg'usi, shu bilan birga yangi O'zbekistonda kezayotgan yangilanish nafasi paxtakorliklarni ham intilish va izlanishga, yangi marralarga chorlab turibdi. Markaziy ko'chalari kengaytirilib, pasqam va ko'rimsiz binolar o'rnida ko'p qavatli, ko'rkam uy-joylar qad rostladi. Bularga yondosh tarzda yirik savdo kompleksi, ya'ni ekobozor, savdo shoxobchalari zamonaviy usulda barpo qilindi. Eng muhimi, aholi yashash farovonligini oshirish maqsadida ichki yo'llar ta'mirlanib, chang ko'chalar shag'allashtirildi. Shag'allar esa o'rnini asfalt yo'llarga bo'shatib berdi. Ichimlik suvi yetib bormagan hududlarga toza ichimlik suvining yangi tarmoqlari tortildi. Tabiiy gaz bosimi past bo'lgan iste'molchilar xonadoni bir me'yorda ta'minlanishiga erishildi. Eski va yaroqsiz simyog'ochlar o'rnini yangi elektr energiyasi ustunlari egalladi. Barcha sohalar kabi kommunal tizimi ham to'liq raqamlashtirilib, aholi uchun qulay afzalliklarga ega elektron hisoblagichlar o'rnatildi. Hududning ko'rki-yu tarovati, infratuzilmasi kundan kunga yaxshilanishi barchaning ko'z o'ngida ro'y bermoqda. Anchadan buyon tumanga yo'l tushmagan odam uni tanimay qolishi, hatto adashib ketishi hech gap emas. Chunki so'nggi yillarda qisqa vaqt ichida ko'z o'ngimizda sodir bo'lgan o'zgarishlar, yangilanishlar, uning mehnatkash aholisi, qo'ligul tadbirkorlari, ko'zlarida g'ayrat, shijoat balqib turgan yigit-qizlarning fidoyiligi, chin ma'nodagi vatanparvarligi tufayli amalga oshmoqda. Sanoat rivoji Paxtakor tumanini taraqqiyotning yangi bosqichiga ko'tarmoqda. Hayot farovonligini oshirib, odamlarning yorug' umidlarini, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlayapti. Zero, mustaqillik hammamizning dilimizga, qalb qo'rimizga, ana shu qadrdon qadriyatlarimizni, o'zbekchiligimizni qaytarib bergan, ezgu ishlarimizga kamarbasta tirgak bo'lishga qodir. Kelajak yo'limizni quyosh yanglig' yoritguvchi muqaddas ne'matlar.